Bitta oson tayyorlanadigan taomni ko'rsatib beraman. O'rganib olsanglar, mehmon kelganda ham shoshib qolmaysizlar. Boshladik. Ishimizni tovuq go'shtini yaxshilab yuvib olib, marinovka qilib olishdan boshlaymiz. Marinovka uchun ozgina zaytun yog'i, kashnik, paprika hamda tuz kerak bo'ladi. So'ngra esa sabzavotlarimizni to'g'rab olib, ularni ham marinovka qilib olamiz. Bir soat mobaynida marinovka bo'lgan tovuq go'shtini tovaga ozgina sariyog' solib, ikki tomonini qizartirib olamiz. Ana endi listga birinchi bo'lib tovuq go'shtlarimizni, keyin esa sabzavotlarni solib, ustidan bir piyola suv quyib, 180-200 gradusda 1,5 soat davomida pishirib olamiz. Mana taomimiz tayyor bo'ldi. Sizlar ham shu retsept asosida albatta tayyorlab ko'ringlar. Dasturxoninglarning ko'rki bo'lishi aniq. Yoqimli ishtaha.